Chang'an Tipal avtosalonida yangilik. Huawei brendiga tegishli bo'lgan Avatar 12 modellari avtosalonimizga yetib keldi. Avtomobilimiz 5 kishilik sedan sinfiga mansub bo'lib, uzunligi 5 metr, eniga 2 metr, balandligi esa deyarli 1,5 metrni tashkil qiladi. Shinalarga keladigan bo'lsak, R21 o'lchamli yumshoq shinalar bilan jihozlangan, faralar esa nihoyatda o'zgacha uslubda ishlangan. Avatar 12 modeli 12 ta kamera va 10 ta parktronik bilan jihozlangan. Yon ko'zgularda esa slepoy zona hamda isitish funksiyalari mavjud. Avtomobilimiz beskutchovoy dostуп bilan jihozlangan. Tugmani bosamiz va u eshigini avtomatik tarzda ochadi. Eshikni yopish uchun esa tugmani bosish kifoya. Avtomatik tarzda yopiladi hamda eshik davotchiklari mavjud. Avtomobilimizning salon qismi sifatli ekokojadan ishlangan, plastmassa elementlar deyarli mavjud emas. Rulimiz ham juda ham o'ziga xos stilda ishlangan, xuddi samolyot shturvalini eslatadi. Monitorimiz 15 dyumli, yorug' va tiniq monitor. Monitorimizda ingliz tili mavjud. Bespirovodnoy zaryadka, kattakon bar va podstakanniklar bilan jihozlangan. O'rindiqlarga keladigan bo'lsak, old o'rindiqlarda isitish, sovutish, atamanka va massaj funksiyalari, orqa o'rindiqda esa isitish hamda sovutish funksiyalari mavjud. Salonimizning orqa qismi keng va qulay. Podlogotnikimizda esa podstakannik va buyumlar qo'yish uchun maxsus joy mavjud. Tom qismida esa ikkiga bo'lingan panorama bor. Avatar 12 modeli sizni qiziqtirgan bo'lsa, xarid qilish yoki batafsil ma'lumot olish uchun avtosalonimizga tashrif buyuring.